Sanjar Karimovga oid sud ishi yakunlandi. Bugun jinoyat ishlari bo'yicha Mirzolibek tuman sudida oxirgi sud bo'lib o'tdi. Unda Sanjar Karimovga 5 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Shuningdek, bazaviy hisoblash miqdorining 410 baravari miqdorida jarima ham tayinlandi. Sudda dastlab sudlanuvchiga himoya uchun so'z berildi. Alimbayevlar oilasini aldamaganman. Mana aldov yo'li bilan mana ishonchiga kirib deb ayblov xulosasida yozishibdi-da. Men ularni doveriyasiga kirmagan bo'lsam, ularni tanimagan bo'lsam, ularni hayotda ko'rmagan bo'lsam, meni himoya nutqim shundan iboratki, hammaga shu aybim uy sotganimmi? Aybim pul berganimmi? Notariusga ularni o'zim taklif qilmagan bo'lsam, notariusni bo'g'magan bo'lsam, uy ber menga deb, qo'lni qo'y deb. Mana birinchi pokazaniyalari mana eski delasidan o'qib ko'rganda mana savol berib yotibdi. Rismatov Shahzodga aytgan bo'yicha rasmiylashtirib bergan vaqtimizda uning sherigi bo'lmagan deb. Men qanaqa qilib sherik bo'laman pul berib? Birinchi tergovdagi savollar aytilyaptiki, mana shulardan biri. Karimov nomiga nima sababdan rasmiylashtirib bergansiz? Javobi shundan iboratki, men Rismatov Shahzod aytgan gapi bo'yicha uning nomiga rasmiylashtirib berganman. Rismatov Shahzod Sanjar Karimov o'zi meni oldimda olib kelib tadbirkorlik uchun u odam shu mablag'ni berib turganligini aytgan edi. Birinchi ko'rsatmasida barcha hammani oilaviy pokazaniyasi shundan iboratki, Rismatov Shahzod bizni oldimizga kelgan, pul so'rab, haqiqiy bor narsani aytgan holda bu nimadan iborat? Buni kuyovi ushab qolmoqchi bo'lganmi? Kuyov ketayotdi, aytayotdiki, "Meni qarzim bor ekan, to'y qila olmayman. To'yga qilishga imkoniyatim yo'q, qarzdorlarim to'y qilishga qo'ymayapti." degan holatda nima qilib yordam qilsak bo'ladi, to'yi baribir ushab qolish uchun desa, u aytganki, "Uylarni sotinglar, men pulim biznesga pulimni aylantiray" degan. Bular rozi bo'lyapti-ku. Mayli bitta odam Alimbayevani javobiga aytadigan, eshitadigan bo'lsak, "Men oldi sotdi notarius ko'rmaganman, eshitmaganman, yozuvni ko'rmaganman, notarius menga o'qib bermagan" deydi. Kechirasiz, hurmatli rais etuvchi. Qaysi respublikada shu notarius bor ekanki, oldi sotdi shartnomasini o'qib bermaydi axir? Men pul bilan rais etuvchi, o'zingiz amin bo'ldingiz. Hamma bilib turibdi men bu yerda pul berganim. Men tasavvur qilmas edim rais etuvchi pul berib odam qamalishini-da. Tergovchi qaror chiqaryapti, to'g'rimi? Mana qarorda faqat bir narsani oldindan aytsam mayli, aqllilik qilib nimadir ish o'rgatyapti degan fikrga bormang, iltimos rais etuvchi. Qarorda aynan butun o'qib o'tirmayman, kerakli joyini ta'kidlab o'tmoqchiman. Olib qo'yish yoki tintuv o'tkazish to'g'risidagi qarorda yoki ajrimda bu harakatlar qayerda va kimnikida o'tkazilishi zarurligi va qaysi narsa topilishi. Qayerda va kimnikida ta'kidlab o'tib ketibdi. Hamma tintuv qarorida yozib o'tgan. Endi meni birinchi savolim, u yozilgan adresga bormasdan boshqa adresga boryapti-yu, rais etuvchi. Mana bitta rasmlarni ilova qilib biriktirib qo'yibdi. Boshlashimiz, kirishimiz deb. Mana birinchi rasmda umuman boshqa adres-ku. Har bitta men tergovchiga ko'rmaganim. O'yladimki, hamma uyimga tintuv sanksiyasini olgan deb. Tergov harakatlarini yakunlayotgan paytda hujjatlarni menga taqdim etdi o'rganib chiqishga. O'sha yerda ham agar aylantirsangiz, har bir joyimda e'tirozim bor joyda yozib o'tganman. E'tirozim bor deb. E'tirozim borligi sababi men o'yladimki, hamma joyga sanksiya olibdi. Uchastkamga olibsan, magazinlarimga olibsan, ofislariga olibsan, va arendaga topshiradigan joylarimni ham olibdi-ku. Ana bu yerga yana 3 ta adres prosta qo'shib qo'yishga muammomidi? Bular kirib ko'rayotgan joy umuman boshqa adres. Tergovchiga, "Menda manaqa xato bo'lgan ekan. Men qo'l qo'ymayman" desam, rais etuvchi men sizga to'g'risini aytaman. Meni 10 kun chaqirtirmasdan meni o'sha guvodayda chiritdi. 10 kun o'shda chiridim. 10 kundan keyin ko'taryapti-da, aytayaptiki, "Qo'l qo'yasanmi, qo'ymaysanmi? Bo'lmasa shu yerda chiraverasan" dalshirdi. Nima qilishim kerak? E'tirozim bor deb ta'kidlab yozib o'tib ketdim. Oliy sud plenum qarorida 18-bandida premis aralashma bo'lishi kerak emas. Bu premis bilan mohorkasini ham hisoblab menga tarozida o'lchab berib o'ryapti-yu. 12-chislolik 28-aprel 2017-yil Oliy sud qaroriga asosan определение сбыта qachon tasdiq etar ekan rais etuvchi? Продажа, дарение, обмен yoki дача взаймы bo'lsa. Men uni kimlarga beribmanmi?
Butun telefon, kompyuter, hamma narsa, fleshkalarimgacha hammasini kovlab birga bir oy o'tiribmiz, rais etuvchi. Men hech kimga o'limga tahdid qilmaganman. Haqorat qilganman. Alimbayevlar oilasini mana advokatini va o'zini oldida aytib o'tmoqchimanki, men ularga doveriyasiga kirib, ularni ishonchini suiiste'mol qilmaganman. Bunaqa holat bo'lganiga men tomonidan agar nimadir noto'g'ri xatti-harakat bo'lganiga men uzr so'rayman. Hozir ham bularni ko'ziga qarab aytamanki, men uyga otamning nomidan berib yubordim. Otamga savob bo'lishi uchun juda katta orzular bilan farzand kutayotganim. Har kuni billa zavtriklarga olib chiqishga, kolaskalada aylantirishga, velosipedligacha oldim. Oldida o'g'limni qo'yib olib, velosipedlarda ham aylanib yuraman deb. Elektrichskiy samokatni anaqada kolaskalargacha orzu niyat qilibdi. Oldimki billa xotinim bilan zavtriklarga chiqamiz deb. Mana bugungi kunda qo'limda 1150 ta odam ishlaydi, rais etuvchi. Bugun nafaqat meni hayotimni, taqdirini, balki 100 tadan ortiq odamlarning ham taqdirini, qora qozonini siz hal qiluvchi insonsiz, rais etuvchi. Men ko'chada yursam, ko'proq aholiga, insonlarga foyda tegishini turmada o'tirganimdan ko'ra shuni ta'kidlab o'tmoqchiman, rais etuvchi. Men nalog to'layman, ish joyi yarataman, odamlarga yordam beraman, to'g'ri hayot tizimini kechiraman, rais etuvchi. Men bilmovdim bu uchiga chiqqan apris bunchalik meni pakstava qilib ketishini. Ona bola farzandimni oilada yolg'iz boquvchiligimni inobatga olgan holda, xotinim student, o'qiydi, ishlamaydi. Bundan tashqari onam 66 yoshda operatsiya yaqinda o'tkazib o'tdi. Onamga samolyotda uchish taqiqlanadi. Yaqinda samolyotdan uchdi. Inobatga oling. Shundan so'ng sudya maslahatxonasiga chiqdi va qisqa tanaffusdan so'ng hukmni o'qib eshittirdi. Sud hukm qiladi. Karimov Sanjarbek Bahrom o'g'li O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-modda 4-qismi A bandi, 112-moddasi 1-qismi va 273-moddasi 2-qismi bilan aybdor deb topilsin. Karimov Sanjarbek Bahrom o'g'liga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-modda 4-qismi A bandi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 400 barobar, ya'ni 136 ming so'm, 136 million so'm miqdorda jarima jazosi tayinlansin. Karimov Sanjarbek Bahrom o'g'liga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 112-moddasi 1-qismi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 25 barobari, ya'ni 8 million 500 ming so'm miqdorda jarima jazosi tayinlansin. Karimov Sanjarbek Bahrom o'g'liga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 2-qismi bilan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-61-moddasiga asosan tayinlangan jazolarning qo'shish yo'li bilan uzil-kesil Karimov Sanjarbek Bahrom o'g'liga nisbatan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi hamda bazaviy hisoblash miqdorining 410 barobar, ya'ni 139 million 400 ming so'm miqdorda jarima jazosi tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 61-moddasiga asosan tayinlangan jazolar alohida joyga qaratilsin. Tayinlangan ozodlikdan mahrum qilish jazosi umumiy tartibli koloniya o'tash belgilansin. Jazo o'tash muddati 2025-yil 27-noyabr kunidan boshlab hisoblansin. Karimov Sanjarbek Bahrom o'g'liga qo'llangan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi aslicha qoldirilsin. Jabrlanuvchi Alimbayevga yetkazilgan moddiy zarar qoplanganligi e'tirof etilsin. Jabrlanuvchi Alimbayeva Rahmatullayevga nisbatan jinoyat oqibatida yetkazilgan moddiy va ma'naviy zarar yuzasidan fuqarolik ishlari bo'yicha sudga murojaat qilish huquqi borligi tushuntirilsin. Hukm qonuniy kuchga kirgach, O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmatiga 2026-yil 7-yanvar kuni 14.551-sonli pattasida topshirilgan 0.108846 gram gashish va 2 gram 10.2356 gram marixuana giyohvandlik vositasi yo'q qilinsin. Hukm qonuniy kuchga kirgach, Karimga tegishli bo'lgan Karitet nomli quti va elektron tamaki chekish moslamasi, yelim idishlar yo'q qilinsin. Hukm qonuniy kuchga kirgach, Karimga tegishli bo'lgan palto Karimning turmush o'rtog'iga tilxat asosida qaytarilsin. Hukm qonuniy kuchga kirgach, Rahmatullayevdan olingan 1 dona disk hamda sud tergovida olingan 1 dona fleshka xotira kartasi, jinoyat ish hujjatlari saqlansin. Hukmdan norozi taraflar hukm e'lon qilingan kundan boshlab sudlanuvchi va jabrlanuvchilar
hukm nusxasini olgan kundan boshlab 10 sutka ichida Toshkent shahar sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atining apellyatsiya instansiyasiga hukm qonun chiqargandan so'ng Jinoyat protsessual kodeksining 498-moddasiga asosan kassatsiya instansiyasiga shikoyat yoki protest bildirish huquqi borligi tushuntirilsin. Aytmoqchimanki, nahotki O'zbekistonda nomaqbul dalil ishlamasa, nahotki shunchaki odamlar kirib topgan narsasini bemalol aylantirib olib ketsa bo'ladi. Nahotki O'zbekistonda nomaqbul dalil ishlamasa, nahotki O'zbekistonga butunlay boshqa adresga kirib xohlagan narsasini olib chiqib tashab ketib olib ketishsa bo'ladi. Kimga men nimadir mahsulot sotaman, 400 ming so'mlik o'sha narsani, o'sha kimlarga sotishga meni shu hurmatli fuqarolar, chiqa olamiz. nahotki shu narsaga shu men zorman, shu 400 ming so'mlik narsani axir nomaqbul dalil, Oliy sud plenum qaror 24-chi. Nahotki bu ishlamasa, qaroridan norozimisiz? men o'ylaymanki, sud nohaqli, adolatsiz, xolisona qaror chiqarmadi. Apellyatsiya qilasizmi? Apellyatsiya albatta yozishga majbur bo'laman. Nahotki sud nomaqbul dalil, Oliy sud plenum qarori 2 dan 3 qism sudyalar bu narsani, generalniy prokuror, adliya vaziri bu narsani ko'rib chiqadi. Yuring, Karimov. Nomaqbul dalil O'zbekistonda ishlamaydimi? Butun O'zbekiston qarab turdi mana shu sudga. Sud hozir aytibdi, bitta narsani to'g'ri tushunishlik kerak. Oliy sud plenumi qarorida aytadigan joy bor-da. Agarda odam bir odam bilan zilka qilgani ketayotgan paytida o'sha mulkini olib turib, keyin qaytarib bermaslik niyati tergov jarayonida aniqlanib qolsa, firibgarlik sifatida baholanadi, deyapti-da. Shunga boylayotgan narsa shundan iboratki, sen va'dani bajarmading-ku, sen 3-odamga o'tkazib qo'yding-ku. Demak, seni berish niyating to'xtadi shu bilan. Aybli deb topdi. Lekin uy yopilganligi uchun unga ozodlik bilan mahrum etish bilan bog'liq bo'lmagan jazo berdi. Tushundira oldimi? Endi shuncha aytayapti-ku, sud shuni hozir mana tushungan bo'lsangiz, u aytayotgan Oliy sud bilan qaroridagi sandiqni 3-odamga atchujlikni qilib yubormagan bo'lgan edi. Mulk sanda turgan bo'lganda hozirgacha. Uni bir boshqacha ko'radi. Lekin mulkni sen 3-odamga berib yuborganing uchun, demak, seni o'sha bularga bergan va'dang bularni nazdida, voy, uy ketib qoldi-ku degan fikr seni firibgar sifatida baholashimiz uchun yetadi degan fikrda qoldi sud. Tushundira oldimi? Shuning uchun bu ham na pusto mesda emas, bu ham o'sha qonuniy asosli deb keltirib beryapsiz. Endi biz albatta himoyamiz ostidagi shaxs bilan gaplashib, balkim apellyatsiya, balkim kassatsiya beramiz. No, mana shu narkotik bo'yicha, lekin narkotik bo'yicha sud aytayaptiki, sen boshida tergovda bu narsa kategorически meniki emas deb turding. Keyin sudga kelgandan keyin shu narsani men iste'mol qilganman 1-2 marta deding. Bu ham mayli, lekin sud jarayonida aniqlangan holat bo'yicha seni otangning paltosidan bir qandaydir narkotik modda chiqdi. Senda nima deydi, stoldan boshqa bir narkotik chiqdi. Yana bir necha narkotik chiqqanlariga to'g'ri, qandaydir kamchiliklar bilan olingan bo'lishi mumkin, lekin aniqlangan narsa aniqlanganligicha qoladi. Shuning uchun ras bir nechta turdami, demak sen uni o'zing iste'mol qilmaysan. Hozir sudda shunaqa deganing bilan, demak sen uni o'zing bilanmi, bu sotish degan narsa emas. Lekin o'tqizish degan narsa. O'tqizish. To есть Jinoyat kodeksida shunaqa joyi borki, sotish u boshqa narsa. Sotish uchun kimdandir pul olishi, kimgadir berishi, nimadir qilishi mumkin. Lekin o'tqizish degan narsa juda interpretatsiyasi kuchli-da. Birov bilan o'tirib, "Men buni ol" deb berish ham o'tqizish, birovga "Men buni olib ketgin" deb berish ham o'tqizish. Shuning uchun sud aytibdiki, mana shu narsalar bo'yicha sud biz решение qabul qildikki, senda imkoniyat bor edi shu narsaga. Tashavormading-ku degan narsada sud shu narsa uchun qabul qildi. Lekin biz endi o'zimiz как advokat sifatida aytamizki, hamma narsaga dalil bo'lish kerak. Dalil 100% bo'lish kerak. Endi o'zingiz ishtirok etdinglar, ko'rdinglar, ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan, misol uchun o'sha yo'l qo'ygan kamchiliklar bo'yicha biz hammasini bitta sanab berib o'tdik. Sud majlisi o'zingizlar aniqladinglar, o'sha qarorda yo'q odam o'sha yerda paydo bo'lib qolgani, o'sha yerda qatnashgani, misol uchun o'sha konvertga solgan odamni men u narsani ko'rmadim degani, yo boshqa holatlar. Uni o'zingizlar aniqladinglar, ko'rdinglar. Men sud hukmidan keyin aytishim mumkin bu narsani. Endi shularga sud hozir mana частное определение chiqardi, xususiy ajrim chiqardi. Ichki ishlar organlari xodimlariga nisbatan menimcha hali agresivligini lekin ajrim chiqardi o'sha, chunki prokuror ham so'radi bu narsani. Endi shu jarayonda aniqlanadi nima gap nimasi o'ziga.
Endi hamma narsani ikki tarafi bor. Biza bir taraflama o'zimizni himoyamiz ostidagi shaxsiy manfaatida himoya tarafini ko'ryapmiz, qonunni shu joyini. Sud bo'pishim ko'ryapgan paytida shuna o'ziga sud hukm o'qiyapti. Sudya o'ziga mas'uliyat olib hukm chiqaryapti. Uni endi qanchalar to'g'ri, qanchalar noto'g'ri ekanligini albatta biz yuqori turuvchi instansiyalarda bir ko'rib chiqamiz. Chunki bu bir necha marta shunaqa bo'lyapti, shu birinchi instansiya bir narsani ishini chiqaradi, keyingi instansiya balki boshqacha ishini chiqaradi. Endi u emas, bu emas, qonun yana qonuniy yo'lini axtaramiz va albatta himoyamiz ostidagi shaxsga nisbatan rishini qabul qilamiz. Bitta narsa, mana shu narsani o'zingizlar ham ko'rdinglar. Sud jarayonida ham sudya ham aniqladi. Sizni oldingizga shunaqa vopros qo'yilgan edi. Tozasini aniqlash, toza narkotik moddani aniqlashing kerak edi deb o'sha aytgani bor. Endi u 3 ta qadoqqa taalluqli-da. U ani naryodigi bilan yashash bilan nashaga taalluqli emasda. Lekin bizani himoyasiz tarafidan aytishimiz mumkin bo'lgan narsa o'sha 5 ta fikr bo'ladigan bo'lsa, masalan o'sha karabukda topilgan paltodagi, ya'ni qog'ozga o'ralgan gashish bo'ladigan bo'lsa, yana 3tasi agar o'sha o'tqizish niyatida bo'ladigan bo'lsa, 3tasini masalasi tabak bilan aralashib qoldi-ku, o'sha 5 tadan 3tasini chiqarib tashlash kerak-ku. Arifmetika, oddiy arifmetika. Shuni aytdik endi sud shuni o'sha qolgan ikkitasini yetadi deb topdi shekilli. Mayli biz o'zimiz tarafimizdan balki himoyamiz ostidagi shaxsiy manfaatida beramiz. Ekspertiza alohida o'tkaziladimi yoki уже operatsiyadan keyin bo'ladi? Endi biz shu narsalar qilinmaganligi aytadi, ilgari sho'ro hukumat paytida Jinoyat protsessual kodeksida shaxsga nisbatan qaror chiqarayotgan paytda zanidokazanность degan narsa bo'ladi. Biz ham hozir shunaqa deb o'ylaymiz, zanidokazanность. Ko'ramiz, uni maslahat qilamiz. Men Mirzo-Ulug'bek tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudi Bahrom Berdiyev jinoyatchini yakunida bunaqangi faqatgina prokurorni umuman aloqasi bo'lmagan holatdagi ayblovni qo'llab-quvvatlaganligi fakti bo'yicha hukm chiqarishdan boshqaga yaramaydigan inson ekanligini men guvohi bo'ldim. Mayli, qanaqa talqin qilishsa, shunday talqin qilishsin, lekin sudya qasamyod qabul qiladi. U sudyalik qasamyodida bir yaxshi men o'zim endi hozir sizga so'zma-so'z keltira olmasligim mumkin, lekin shunaqangi bir yaxshi jumlalar borki, ular har bitta shaxsni taqdiriga faqatgina bu zamonda, balkim oxiratda ham javob berishadi. Shuning uchun men bu narsani Karimovning himoyachisi sifatida emas, oddiy inson sifatida men shuni chetga qo'yib xolisona fikr beradigan bo'lsam, adolatli sud hukmi bo'lmadi. Chunki adolatli sud hukmi bo'lganda edi, men tushunardim. Masalan, 112-moddada xo'p, mayli, haqoratlabdi, o'ldirish bilan qo'rqitdi, xo'p, real xavfni yuzaga keltiribdi deb baholabdi sud, mayli. U narsa bo'yicha e'tirozim yo'q edi. Lekin Jinoyat kodeksining 168-moddasi bo'yicha, uy bo'yicha Karimov birovni kelgan uyimni olib pul berib tur degan gapiga ishonib, uyini olib turib pul berib turgani uchun firibgarlik bilan javobgar bo'lishini agar adolatli deb topsa, O'zbekistonning 70% aholisi agar shunaqangi bir kimgadir pul berib turadi, narsasini olib turadi, boshqa qiladi, 70% odamni hammasini javobgar qilish kerakka to'g'ri kelib qoladi. O'zimizda ham bo'ladi bunaqa holat. Agarda shuni adolat deb hisoblaydigan bo'lsak.